Ustosh berishdimi? Qanaqa ustosh? Eski. Kiysa bo'lar ekan? Kiy bo'lar ekan? Kiy bo'lmas ekan. O'rtoqlar, ozgina insof qilaylik. Mana shunaqa insonlarga kiyilgan kiyim berib ketamizmi? Hozir bir insonlar kelib, ehson deb kiyim berib ketishibdi. Kiy bo'lar ekan? Kiy bo'lgan mag'ardi. Mag'armi? Subhanalloh, kir kiyim ham berib ketasizlarmi? Bersak ehson uchun zo'rini, eng chiroylisini, yaxshisini beraylik, o'rtoqlar. Ular qilmaylik, imkon qadar ehsonga berilgandan keyin chiroyli narsalarni qilib, chiroyli uylarni qurishga yordam beraylik. Eski kiyimlarga muhtoj emas, to'g'risi bilan o'zimiz ham olib bera olamizda. Eskida, to'g'ri. Yangi kiyish kerak-da. Tova qildim. Kim keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda bizga aloqaga chiqinglar, o'rtoqlar. O'zlaring kelib, bunaqa qilmanglar, hijolat qilib bo'lardi. Bu qarindoshlaringga, jiyanlaringga, ukalaringga beringlar. Bunaqa insonlarga iloji boricha chiroyli suratda olib kelib bersak, Alloh ham bizdan xursand bo'ladi, bizga ham yaxshi narsalarni beradi. To'g'rimi? Umringlar uzoq bo'lsin. Xudo xolasa, zo'rlarni olib kelishsin-a? Bo'ldi, tamom.